Hurmatli o'quvchilar, bugungi darsimiz have got ekan. Demak, have got nima o'zi? Ko'rib chiqamiz. Have yoki have got, has got o'zbek tiliga bor bo'lmoq, egalik qilmoq degan ma'nolarda kelar ekan bo'lar. Nimaga got'i bor, nimaga ba'zida got'i yo'q, ularni ko'rib chiqamiz. Xo'p, men birinchi jadval tashlab olaman o'zimga. Xo'p, mana buni olaman. Mana bu yerda tashladim. Xo'p, qaranglar. Demak, affirmative darak shaklida, ya'ni long form, short form. Menda bor deyish uchun bizda egalar bor, I, you, he, she, it, we, theylar bor. Demak, menda bor deyish uchun I have got derkanmiz. Tushunasizlarmi? I have got. Buni qisqartma shaklida I've got deb qo'ysak ham bo'lar ekan. Tushunasizlarmi? I've got o'qilar ekan. You have got bu sizda bor degani. You've got sizda bor. Bu faqat short form, qisqa shakli. Tushundilaringmi? He has got biror o'g'il bolaga nisbatan aytyapti. Unda bor. Qisqartma shakli he's got. She has got biror qizda bor. She's got qisqartmasi. It has got hayvonda bor. It has got yoki it's got qisqartmasi. We have got bizda bor. We've got bizda bor. You have got sizlarda bor. You've got sizlarda bor. Faqat qisqartmasi. They have got, they've got ularda bor. Tushunarli-a? Demak, endi mana bu yerga men formulasini yozib beraman. Qarab turing. Biz kimdadir nimadir bor deyish uchun biz biror bir shaxsni qo'yar ekanmiz, biror bir ega, gapni egasi. Tushunarli-a? Unga have got yoki has got ni qo'yar ekanmizda, unga biror bir noun qo'yar ekanmiz. Ot. Noun. Ot. Bu nima degan tarjimada keladi? Ushbu shaxsda ushbu ot mavjud. Ushbu ot mavjud. Yoki bor. Endi biz so'rashingiz mumkin. Davomli qachon have got, qachon has got qaysi birini olamiz deydigan bo'lsangiz, biz olar ekanmiz. I, you, we, they kelib qolsa have gotdan olar ekanmiz. Have got. He, she, ya'ni uchinchi shaxs birlikdagi he, she, it kelsa nima olar ekanmiz? Has got bo'ladi. Has got ni olar ekanmiz. Tushunarli? Masalan, I have got olaman. I have got a laptop. Mening notebook'im bor. Ko'rasizlar mana bu yerda mana bu qoidaga qaragan bo'lsak, ega subject bo'lib keladi. Mana I, endi men I ga nimani olar ekanman? Have got ni olar ekanman. I have got. Menda nima bor? Mana noun bormi menda? Ot. Mana a laptop. Menda notebook bor. Yoki we have got bizda nima bor? Misol uchun televizor bor, yoki elektron doska. Nima deymiz? To'p desak ham bo'ladi. Xo'p. Bizda we have got a smart TV. Bizda aqlli televizor bor. We have got a smart TV. Tushundilarmi? Demak, he, she, it kelib qolsa-chi. Masalan, endi misol uchun he have got emas, has got deyman. He has got. Unda nima bor? He has got a bag. Uning sumkasi bor. Yoki unda sumka bor. Tushunarlimi? Yoki she has got a camera. Kamera emas, kamera. Uning kamerasi bor, unda kamera bor.
Tushunarlimi? Bu darak shakli ekan. Xo'p. Endi negative form. Negative formda have dan keyin not qo'yish orqali yasar ekanmiz. Mana I have not got bu uzun shakli, ya'ni inkor shaklining uzun shakli. I have not got. Uni uzun qilib o'tirmasan I haven't got deb qo'ysak bo'lar ekan. Yoki you have not got. You have not got demasdan you haven't got. He has not got, he hasn't got. She has not got, she hasn't got. It has not got, it hasn't got. Va hokazo. Tushundilaringmi? Demak, endi mana bu formulalardan bu yoqqa ko'chirib olaman men. Va have dan keyin nima qo'yib qo'yaman? Not got. Yoki has dan keyin not qo'yib qo'yaman. Va uni qisqartmasini ham tagiga ko'chirib qo'yaman. Qisqartmasi qanaqa bo'ladi? Qisqartmasini shunday olib turib qo'yaman. Mana buni demak haven't got, okay? Hasn't got. Ya'ni ushbu shaxsda ushbu otdan yo'q degan. Masalan, they haven't got. Ularda nima yo'q? They haven't got. Ularda ot yo'q. Yoki donkey, eshagi yo'q. They haven't got a donkey. Ularning eshagi yo'q. Yoki endi she hasn't got. Uni nimasi yo'q? Maymuni yo'q. Bu sheep qo'y yo'q. Qo'ylar yo'q. Sheep. She hasn't got sheep. Ularning, ya'ni uning u qizning qo'ylari yo'q. Tushunarli-a? Oson, juda oson. Xo'p. Endi interrogative form savol shaklida-chi? Savol shaklida demak has oldiga o'tadi. Have yoki has oldiga o'tadi. Ega keyin noun. So'ra. Mana bu egada, mana bu otdan bormi? Masalan, have hop kim yozamiz? Have they got. Ularda nima bormi deymiz? Ularda have they got pianos. Ularning pianinolari bormi? Yoki bo'lsam has it got long tail? Uning uzun dumi bormi? Tushunlaring? Xo'p, bizda bir vaqtning o'zida nima bor? Short answers bor, a? Short answers. Agar ha demoqchi bo'lsak, yes derkanmiz, egani qo'yib turib, unga have yoki has ni qo'shib qo'yganmiz. Yo'q demoqchi bo'lsak, no derkanmiz. No subject. Unga qo'shamiz haven't, hasn't. Haven't or hasn't. Endi mana bularga javob beradigan bo'lsak, have they got the pianos? Ularda pianinolari bormi? Ha demoqchi bo'lsak, yes they have. Yo'q demoqchi bo'lsak, no they haven't. Has it got long tail? Uning uzun dumi bormi? Yes it has. Yo'q demoqchi bo'lsak, no it hasn't. No it hasn't. Tushunlaringmi? Hop, endi kitobga qaraymiz. I have got a camera. Meni kameram bor deyapti mana bu bola. Mana bu qiz. Qo'lida kamerasi ham turibdi-a.
I have got a camera. Kameram bor. We have got a rabbit. Bizning quyonimiz bor deyapti. Mana bu bola I have got a bike. Mening velosipedim bor deyapti. Endi mana bu yerga qaraymiz. Mana bu yerda bizga kitob muallifi bizga tushuntiryapti. Jean has got a camera. Mana bu qizning ismi Jim ekan. Jean. Demak, Jeanning kamerasi bor deyapti. Mana bizga kitob muallifi tushuntirib beryapti-da. Mana bu qizning kamerasi bor. Ya'ni Jeanga nima olardik? U she'ga to'g'ri kelganligi uchun she'ga has oldik. Esinglarda bo'lsa hozir. Demak, she has got a camera. Jim has got a bike. Jimning endi mana bu bola Jim ekan. Menda velosiped bor deb turdi. Demak, kitob muallifi Jimning velosipedi bor. Jim has got a bike deyapti. Tushundingmi? Xo'p. Endi mana have they got a dog? Ularning itlari bormi? Savol shaklida ishlatyapti. Mana have egadan oldi o'tdi. They. Have they got a dog? Ularning iti bormi? No, they haven't got a dog. Ularning iti yo'q. They have got a rabbit. Ularning quyoni bor. Mana bu jadvalni hozir ko'rdik. Mana have'lar, have has'lar nima bo'lyapti? Egadan oldiga o'tyapti. Mana e'tibor bersak. Ko'rdingmi? Hammasi egadan oldiga o'tyapti. Mana I, you, he, she, it, we, you, they dan have has'lar oldiga o'tyapti. Tushundinglarmi? Hop, endi in American English we use deyapti. Biz American ingliz tilida biz ishlatamiz deyapti. Bizda shevalar bor, har xil shevalar, viloyat shevalar bo'lgandek, ingliz tilida ham har xil shevalar bo'lar ekan. Ulardan biri American English. American Englishda demak I have got deb o'tirmas ekanda. Buni ham jadvalni ham tashlab olaman men. Mana bu jadvalni tashlaymanda. Endi tepada menda bor deyish uchun nima dedik? I have got dedik, to'g'rimi? Lekin American Englishda I have got deb o'tirmas ekan, I have deb ketaverar ekan. I have got demas ekan. Tushundinglarmi? I have got misol uchun a pen, misol uchun menda ruchkam bor, endi I have a pen deb ketaverar ekan. Gotdan qo'ymas ekan. Tushundinglarmi? Mana you have got o'rniga you have ketyapti. He has o'rniga he has got o'rniga he has va hokazo. Tushunali bo'lyaptimi? Mana bu gotlarini aytmasdan ketar ekan Amerikada. Qisqartmalari bir xil bo'laveradi. I have got o'rniga I've deb ketilaveradi. Qisqartma shaklida. Xo'p, endi negativdachi. Negativda qanaqa bo'ldi? Negativda I yoki misol uchun you have not got bo'ldi, to'g'rimi? Endi American Englishda you don't bo'lar ekan. You don't have bo'lar ekan. You don't have. Tushundinglarmi? Yoki she hasn't got keldi. She has not got keldi. Unda yo'q degani. Endi American Englishda qanaqa bo'ladi? She doesn't bo'ladi endi. She doesn't have. Endi savol berasiz. Qachon don't, qachon doesn't ishlatilishi kerak. Mana bu yerda Xo'p, mana buni o'chirib olaman. Yozib o'tirmadim. Mana bu yerga tashab turib, mana o'rta qator o'chirib tashlayman. Demak, I, you, we, theylarga negativda don't have olar ekanmiz. Don't have. Mana bunda he, she kelib qolsa doesn't have olar ekanmiz. Doesn't have. Tushundinglarmi? Bu mana qo'ldan bo'lsak. Mana misollarni negative. Negativda. Bunday qilib tashab qo'yamiz. Negative formada nima bo'ldi? Negativda I, you, we, you, they da don't have olar ekanmiz.
he she'da doesn't have olar ekanmiz. Haven't got, hasn't got o'rniga. Masalan, you have not got emas, you don't have. She has not got emas, she doesn't have bo'lar ekan. Tushundilaringmi? Xo'p, endi interrogativda, savol shaklida-chi? Interrogativda. Interrogative. So'roq shaklida biz nima qilardik? Have has oldiga o'tadi. Have yoki has oldiga o'tadi. To'g'rimi? Plus egit, to'g'rimi? Endi American English'dachi? Do yoki does oldiga chiqadi. Plus subject have. Mana bunday bo'ladi. Mana bu yerda bunda got bor. Mana bunday bo'ladi. Ya'ni have, has, ega, got o'zgarar ekan, do, does subject have ga. Masalan, men unda bormi deb so'ramoqchiman. Keling, ularda bormi demoqchiman. Nima deyapman-chi? Have they got deyman, ularda bormi? To'g'rimi? Endi American ingliz tilida nima deb so'rayman? Do they have o'zgarar ekan. Do they have? Ularda bormi? Endi birorta qizdan so'ramoqchiman, unda bormi deb, u qiz haqida. Has she got? Unda bormi degani. Endi American English'da nima o'zgarar ekan? Does o'zgarar ekan. Does she have? Does she have o'zgarar ekan. Tushundilaringmi? Endi bunda ham nima bor ekan? Short answers'lar bor ekan. Short answers'lar qanaqa bo'lar ekan American English'da? Ha demoqchi bo'lsak, yes der ekanmiz. Ega, unga do, does bo'lar ekan. Yo'q demoqchi bo'lsak, no der ekanmiz. Subject don't yoki doesn't. Ozgina bo'lsa ham tushundilaringmi? Nima tushunarsiz bo'ldimi? Tushunarli-a? Masalan, mana bu savollarni ko'chirib olaman. Shu savollarga pastda javob beramiz. Demak, have they got ga nima deb javob beramiz? Yes. Yes, they have. Yes, they have. Yoki no, they haven't. To'g'rimi? No, they haven't. Endi meni kichiraytirib Davlash xatomasmi? qaysi? Yo'q, mana bunga berdik-da biz. Endi mana bunga beramiz. Endi do they have ga nima deb javob beramiz? Yes. They do. Yes, they do. Yoki no, they don't. No, they don't. Tushundilaringmi? Mana have ga, ya'ni British bu, Britaniya ingliz tilisi. Bunda have got beradi. Have they got? Yes, they have. No, they haven't. Endi do bilan bergan bo'lsa, do they have? Yes, they do. No, they don't. Tushundilaringmi? Xo'p, endi mana bu yerda has ga bilan has she got ga nima deb javob beramiz? Ha demoqchi bo'lsak, yes. Yes, she has. Yoki no, she hasn't. Bu Britishda bo'ldi. Bunda American English'da yes, she does. Yoki no, she doesn't.
Tushunlaring? Hop, kitobimizga o'tamiz. Mana xuddi shu narsalarni tushuntirgan bizga. Mana savollarga. Do we have, do you have, do they have o'zgarishini. Hop, bu misollarni endi ko'rib chiqamiz. Mavzu tushunarli-a?